Lavozim bilan emas, inson bilan o'lchanar. Halol mehnat qilgan yurak hech qachon sinmas. Kiyimiga emas, yurakka qarang. Jim yuradi, dardini hech kimga aytmaydi. Har tong yana rizq izlab yo'lga chiqadi. Peshonasidagi ter bilan uyini boqadi. Hech kim unga qarsak chalib qo'ymaydi. Hech kim uning holidan so'rab kelmaydi. Ammo oilasi kulsa shunga shukr qiladi. Bor kuchini farzandlari uchun sarflaydi. Yelkasida og'ir yuk, ko'nglida esa umid. Halol yashash uning eng katta g'ururi. Lavozimsiz erkak ham erkak bo'ladi. Yuragida tog'day nomusi bo'ladi. Cho'ntagida pul bo'lmasa ham mayli. Vijdoni pok bo'lsa eng boy odam bo'ladi. Lavozimsiz erkakni kamsitmang aslo. Hayotini har kuni sinaydi tinmay. Bugun oddiy bo'lsa ertaga yuksalar. Sabri bilan bir kun albatta g'olib bo'lar. Ba'zilar mansabi bilan maqtanadi, ba'zilar esa mehnati bilan taniladi. Quruq gap emas, halol non izlaydi. Farzandining kelajagi uchun yashaydi. Qo'llarida g'alla, ko'ngli oppoq, ko'zida charchoq, yuragida umid porloq. Hech kim bilmaydi uning ichki jangini. U yashirib yuradi barcha og'irligini. Boylik ham, mansab ham bir kun o'tadi. Yaxshi nom esa umr bo'yi qoladi. Halol yashagan erkak hech qachon yutqazmaydi. Vaqt kelib hayot uning qadrini anglatadi. Lavozimsiz erkak ham erkak bo'ladi. Mehnati bilan har bir kunini bezaydi. Hurmat mansab bilan emas, insonlik bilan. Haqiqiy erkak qalbi bilan taniladi. Bugun jim yurganlarning kuni ham keladi. Sabr qilgan yuraklar bir kun kuladi. Halol mehnat qilgan har bir inson biladi. Eng katta lavozim odam bo'lib qolishdir. Eng katta lavozim odam bo'lib qolishdir.